O'zbek kinosining xalq mehrini qozonib ulgurgan eng zo'r 10 ta aktyori. Top 10 taligimizni Bobur Yo'ldoshev ochib beradi. Bobur Yo'ldoshev Bahodirovich 1979-yil 16-yanvarda san'atkorlar oilasida dunyoga keladi. 1993-yil Yoshlar teatri qoshidagi maxsus maktabga qabul qilingach, 1998-yilda maktabni tugatib Toshkent san'at institutiga o'qishga kiradi. Aktyor o'z faoliyatini 1993-yil Yoshlar teatrida boshlagan. 9-o'rinda Murod Rajabov. Murod Yodgorovich Rajabov 1949-yil 30-mayda tug'ilgan. O'zbekiston xalq artisti unvoni sohibi. 1971-yil Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatadi. Teatrda 1968-yildan, kinoda esa 1975-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. 8-o'rinda Matyoqub Matjonov. Matyoqub Matjonov Sa'dullayevich 1956-yil Toshkentda tug'ilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni sohibi. Shuningdek, aktyor 2011-yil Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Teatrda o'z faoliyatini 1985-yildan buyon davom ettirib kelmoqda. 7-o'rinda Bojalar guruhi solisti, aktyor, xonanda, rejissyor Jahongir Poziljonov 1978-yil 4-mart kuni Toshkentda dunyoga kelgan. Jahongir Poziljonov shou-biznesga yo'lini KVN orqali topgani hech kimga sir emas. Kino olamidagi faoliyatini 2005-yilda boshlagan. 6-o'rinda Yigitali Mamajonov. Yigitali 1990-yil 16-iyul kuni Moskvada dunyoga kelgan. 2008-2012-yillarda O'zbekiston davlat san'at institutida tahsil oladi. Kinodagi faoliyatini 2010-yilda boshlagan. 5-o'rinda Adiz Rajabov. Adiz Rajabov 1984-yil 6-yanvarda Buxoroda dunyoga kelgan bo'lib, aktyor 2009-yil katta shov-shuvga sabab bo'lgan Super kelinchak filmidan so'ng shuhrat qozonadi. Ko'pchilik aynan shu filmdan so'ng Adiz va Murod Rajabovlarni ota-bola deb hisoblay boshlagan. Lekin bu yolg'on ma'lumot. Ular hattoki uzoq qarindosh ham emas. 4-o'rinda Umid Iskandarov. Umid Qurbonaliyevich Iskandarov 1980-yil Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Umidning onasi aktrisalikka o'qib, aktrisa bo'la olmagan. Shuning uchun o'g'lini aktyor bo'lishini juda xohlagan, lekin Umidning o'zi aktyor bo'lishni xohlamaydi. Oxir oqibat 2005-yil aktyor bo'lishga qaror qiladi va teatralniy institutga kirib, o'z karyerasini boshlaydi. 3-o'rinda Farruh Soipov. Taniqli o'zbek aktyori Farruh Soipov 1984-yil 25-sentyabrda Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Farruh maktabni tugatgach, huquqshunoslik institutiga o'qishga kiradi va talabalik paytida aktyorlik kurslariga qatnaydi. Keyinchalik esa Farruh AQShda maxsus aktyorlik kurslarida tahsil olib qaytadi. Aktyor birinchi rol o'ynagan film Marjona filmi bo'lgan. 2005-yil dunyo yuzini ko'rgan Kelgindi kuyov filmi esa Farruhga katta mashhurlik olib keladi. Yana bir qiziq ma'lumot. Farruh Soipovning otasi rejissyor emas, ishbilarmon, biznesmen. 2-o'rinda Ulug'bek Qodirov. Bugungi kunda O'zbekistonda eng ko'p maosh oluvchi aktyor. Yoshligida holi kattalashib ketishidan qo'rqqan Ulug'bek Qodirov 1983-yilning 3-avgustida dunyoga kelgan. Ulug'bek maktabni tamomlagach, Toshkent davlat san'at institutiga o'qishga kiradi. Aktyorning ilk filmi Ayol zoti filmi bo'lgan. Aktyor Sarvinoz filmidan so'ng xalqqa taniladi. 2005-yil esa O'zbekistonning eng yaxshi aktyor unvonini qo'lga kiritadi. Hozirgi kunda Ulug'bek kinolarda suratga tushibgina qolmay, O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib kelmoqda.
birinchi o'rin. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Jo'xa deb chaqirishingiz mumkin. Jo'xori deb chaqirsamchi? Voy, siz uchun baloga ham roziman. Top 10 talagimizni birinchi o'rnini xalq suygan aktyor, rejissyor Alisher Uzoqov egallagan. Alisher Uzoqov 1984-yil 25-avgustda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi aktyor va xonanda Muhammadjon Uzoqov va aktrisa Shohida Uzoqovalar xonadonida dunyoga kelgan bo'lib, Alisher Ma'murjon Uzoqovning nevarasidir. Alisher Uzoqov birinchi marta 1984-yil, ya'ni tug'ilgan yili kunda deb nomlangan filmda suratga tushgan. Alisher hozirgi kungacha 55 tadan ortiq filmda suratga tushgan. Shulardan 3 tasiga rejissyorlik qilgan. 5 ta serialda bosh va ikkinchi darajali rollarni ijro etgan bo'libgina qolmay, 12 ta tarona yozishga ham ulgurgan. 2012-yildan beri Alisher Uzoqov futbol bo'yicha O'zbekiston 1-ligasida bellashuvchi Istiqlol klubida o'ynab kelmoqda. 2016-yil u Andijon viloyati futbol federatsiyasining vitse-prezidenti etib tayinlandi. Hozirgi kunda Alisher bir o'g'il va bir qizning otasi. Umuman olganda Alisher Uzoqovni bemalol O'zbekistonning eng mashhur aktyori deyish mumkin. Qolgan 9 aktyor haqida ma'lumot yig'ish qiyin bo'ldi. Ustiga ustak internetda bu aktyorlar haqida ma'lumot juda kam. Lekin Alisher Uzoqov haqidagi har qanday ma'lumotni bemalol topish mumkin. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.